Gazdan ham o'chirib turmaysiz, benzinni ham qimmatga qo'ymaysiz. Oddiy shuni kalitni ochasiz, zavodi bo'ladi. Tablolari ham zo'ridan, Inamarkan tablosi, rollari ham Inamarkan rolidan, ichlari ham zo'ridan bo'ladi. 3 ta odam bemalol sig'adi. Orqalarini ham ko'rsatasiz, zo'ridan bo'ladi. Gentrayazda yo'q, lukidan bor. Asosiy luki ham gentrayazda yo'q luki. Mana bu joylarni qarang, eshiklari ham zo'ridan bo'ladi. Eshiklari ham zo'r, baquvvat. Eshiklarni ko'ryapsizlar. Kraskalar 100% toza bo'ladi. Balonlarni ham Inamarkani balonidan qo'ygan. Sakat diskali do'stlar. Stoplarni ko'ringlar, maza qilaverasiz. Plombani o'zingiz buzib olasiz. Sotib oladigan bo'lsangiz 220 voltda bemalol zaryad oladi. Bitta zaryad bilan 125 kilometr yurar ekan. Narxi do'stlar $2250 ga beriladi. Vodiyning ichiga dastlabkasi qilib berilar ekan. Narxi shu narx ekan. Uzoq joylarga oz-moz narx qo'shilar ekan. Manzil Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani zaminda, ya'ni Boboshbek bozorining ro'parasi. Bundan tashqari bu yerda elektromobildan tashqari elektroskuterlar ham bor ekan. Xohlaganlarincha olsalar ham bo'ladi. Ekran pastida nomerlari bo'ladi, bemalol bog'lanaverasizlar.